Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Biz yana bir xonadonda eshik romlarini bitkizdik. Bu yerga hamyonbop narxlarda bir qavat oyna solib, bez padakonli, bez ustun qilib berganmiz. Alubesda bo'lgan, oq rangda bo'lgan. O'ta ham juda ham chiroyli chiqqan. Xo'p, bu yerda mana bitta bir qanotli eshik qo'yganmiz. F qilib. Ochilib yopilishlari juda ham chiroyli chiqqan. Ruchkalar ham original ruchkalar, xudo xolasa. Bu tarafga ham qo'yganmiz. Oq ayna solganmiz bu tarafga, qorong'i bo'lmasligini hisobini olib. Bu yerga ham ikki qanotli bitta eshik, bitta ochiladigan bilan bo'lgan. Buning ichiga padakonlarni ham qo'yib berdik. Buni ham ochilib yopilishlari cho'tki bo'lgan. Taylarga alkafon solganmiz. Quyoshda kuymasligini hisobini olib. Bu asosiy katta veranda eshik. Bilasizlar, ekranda nomerlar bor. Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Любой payt telefon qila olasizlar. Chiroyli qilib hisoblab o'rnatib berish xizmatlari ichida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.